Jadallashayotgan sanoatlashtirish va aholi sonining ortishi iqtisodiyotning resurslarga bo'lgan ehtiyojini sezilarli darajada oshirmoqda. Ana shu ma'noda yashil iqtisodiyotni rivojlantirish choralari muhim sanaladi. Ayni shu mavzuga bag'ishlab o'tkazilgan xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyada yangi loyihalar ishlab chiqildi. Jarayonlarda muxbirimiz Anjela Xushboqova xabar qiladi. Mamlakatimizda yashil iqtisodiyotni rivojlantirish, atrof muhitni asrash kabi tizimli ishlar amalga oshirilayotgani hech kimga sir emas. Bir qator tashkilotlar hamkorligida tashkil qilingan ushbu yig'ilish ham iqtisodiy barqaror rivojlanishning ilmiy-amaliy jihatlarini muhokama qilish, bu borada ilmiy asoslangan taklif va amaliy tavsiyalar ishlab chiqishga qaratilgan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti taraqqiyot dasturi yashil iqtisodiyotni rivojlantirish, inson kapitaliga sarmoya kiritish sohasida ko'p har xil loyihalar amalga oshiradi. Asosiy loyihalarimizdan biri bu yashil iqtisodiyotga qaratilgan. Bu yashil iqtisodiyot tamoyillarini biznesga o'rgatish, biznesning salohiyatini ushbu sohada rivojlantirishga qaratilgan loyihalarimiz. Bir qancha loyihalarimiz vodiyda mavjud. Bu Andijon, Farg'ona va Namanganda Aid for Trade deb nomlanadi loyihamiz. Maqsadimiz bu ESG tamoyillarni va umuman biznesni to'g'ri, adolatli olib borishni o'rgatishni yoshlarda singdirish. Anjumanda tabiiy iqlim resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirish, ESG tamoyillari asosida hududlar va sanoat korxonalarining rivojlanishini ta'minlash, hududlarda yashil iqtisodiyotni qo'llab-quvvatlashning samarali iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish, sanoat korxonalarida chiqindilarni boshqarish va shu kabi masalalar muhokama qilindi. Xalqaro anjuman bu butun dunyoda global iqlim o'zgarishi sharoitida ro'y berayotgan mana shu jarayonlarni muhokama qilish orqali mana shu mamlakatimizda iqtisodiyotni, mana shu ESG tamoyillari asosidagi chiqindilarni boshqarish, atrof muhitni muhofaza qilish bilan bog'liq bo'lgan hamda iqtisodiyotimizda mana shu muqobil energiyalarni ham joriy qilishning samaradorligi. Konferensiyamiz o'zining oldiga qo'yilgan dolzarb maqsad va vazifalari aynan mana shu muammolarning ilmiy yechimiga va amaliy yechimiga birgalikda mutaxassislar bilan yechim topishga qaratilgan. Xalqaro konferensiyada soha mutaxassislari va olimlar muhokama qilgan masalalari yuzasidan tavsiyalarni tegishli davlat boshqaruv organlari va mutasaddi tashkilotlarga taqdim etib, amaliyotda qo'llash nazarda tutilgan. Anjela Xushboqova, Shohruh Toshnazarov, yoshlar.